Şu g'oya bo'lish kerak. Ammo nurg'a odamlar g'oya samolyotda g'oya emas. Bir shug'ullanayotgan ishini hech qanday sababsiz, muddasiz endorfin tuvallaydi, xushallanmaydi. Uning butun 30 yosh nurg'a odam yaxshi o'qsa, shu ba'zi odamlar qancha bilimli bo'lib, har bir qilayotgan ishingizda bir ma'no bo'ladi. Assalomu alaykum Alimjon. Va alaykum assalom. Mushu jamiyatimiz taraqqiyotga erishib, mushu psixikani, bu psixik sog'lomlikka biz turmushimizda nihoyat muhim o'rin tutganligimizni, tutganligimiz bo'lgan sir his qilib yotadi xalqimiz. Bo'lsa mushu jamiyatimizdagi psixikalik masalalar to'g'riliq sizlar bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Ham bu psixologiya degan nima pan desangiz, psixologiya deganimiz endi oddiy harakat bilan ongni tadqiqot ilmiy fan. Bu ong degan bu yer nimani ko'rsatadi desangiz, ong deganimiz masalan odamning bilish, tunish, his qilish, idroklari, xotira, aslama, hatto eng muhim bo'lgan yushurna qatorliq narsalarni biz ong deb olamiz. Ong deganimiz bir g'uva hukmda buni endi tafsil etishtiramiz. Harakat degan nima desa, harakat degan odamning biz ko'ngil bo'ldigan qilmishlarini biz harakat deymiz. Mushkisini ilmiy tadqiqot. Endi hozir jamiyatda mundaq bir o'zimizning shu Uyg'urlarning jamiyatida bir xil masala, u masala nima desangiz, psixik otsi deb atalgan William Jamesning bir atalg'usi bor. U bo'lsa agnozm deb. Hozir odamlarda agnozmlik mavjud. Agnozm degan nima desangiz, u insonning, odamning o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaslikni biz odatda agnozm deb ataymiz. Bu nima, bu qanday protsess? Kishilarning eng chong xatoligi, bular yoshlarning bir xatoligi bor. Bu grek tilida hubris degan atalg'i atildi. O'ylaqa men hammani bilaman deydigan xatolik bo'ldi. Demak, bir odamning hammani bildigandek his qilishining o'zi hech nima bilmaydiganlikdan darak bo'ldi. Shu hozir kishilar o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydi. Agar siz nimani bilmaydiganligingizni bilsangiz, yana u mayli, ma'lum nishonda ash bo'yicha taraqqiy qilib, o'zingizning bilmaydigan narsani to'liqlaysiz. Hozir masala nima bo'ladi bo'lsa, agnozmlik hodisa yuz beryapti. Ya'ni bilmaydiganligini biladi, ammo nimani bilmaydiganligini bilmagachga qaysi tarafdan qarab taraqqiy qilishni bilmadi. Buni Aristotelmi o'zining yozmalarida men oxir bildim, men oxiri o'zimning nimani bilmaydiganligini bildim deb xulosalagan. Shunga hozir jamiyatdagi kishilarning psixologiya pinini faqat ismini biladi, muhimligini biladi, psixikalik nurg'atlarning xato emasligini biladi, ammo to'g'riini topolmaydi. To'g'ri, o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydi. Chunki odamning bilib turib so'rgan savol bilan angsız bir savollar bo'ldi odamlar. Bu angsız savolları o'zining tunish doirasi yoki o'zining conscious deymiz, hamda mashg'ulot engining sirtida yushun ongda ifodalanib, uning savol qo'ydi. Ammo bu savoldan odamlar oqqichidi o'zini. Bu xuddi Carl Jungning undaq bir tasvirlashi bor. Masalan, ong deganimiz, mashg'ulot ong hozir kishilar masalan nimaga o'xshaydi desangiz, uyning o'g'isiga chiqib balxon deb qo'yamiz. Balxonga chiqadi. Shuning bilan bir odamning oyoq tevishini anglaydi. Buni anglab darhol yer ostiga kirib olib, men anglamadim. Demak, uyda hech qanday o'g'ir kirmadi, u mening tuyg'um o'xshaydi deb o'zini o'zi qoyil qilib, yushundan chiqayotgan savollarga basmalatdi. Ma'noda. Shuning bilan bu siz yer ostiga kirib oldingiz, uyning ustida hech qanday odam yo'q deb o'zingizni qoyil qildingiz. Biroq bu qoyil qilgan bilan
hakikaten de tebishning bog'liq ras bu uyga o'g'ri kirish mumkinchiligi bor. Biroq odamlar cho'sa ma'qul usulda yashaydi. Shunga hozirgi yuz berayotgan masala birisi shu xubur sadisi, ya'ni odamlar nimani bilmayman deb o'ylashi. Bu odamning taraqqiyotiga ig'ir darajada to'sqinlik olib bordi. Yana birisi men bu yerdan degan agnozimlik, ya'ni o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaslik. Shunga bu hozir kishilarda saqlanayotgan umumiy bir xilli hodisa bo'lib hisoblanadi. Ali malam hozir shu ko'pincha kishilarimiz bir xil ideyalar, bir xil qilib qatmalik qilib borgan. Qandaylik qilgan bilan shu o'zini shu ideyasidan, ko'ngliqdan shunday qutqizib chiqolmayotdi-da desakda. Qanday qilgan joyda shu ideyada bir xil yangilik yaratgan, shu chekimni buzib tashlagan bo'ldi. Endi buni odamning masalan idis nurg'un komplekslar bo'ldi. Kompleks degan nima desangiz, kompleks degan nima desangiz bir xil nima bu Jean Piaget degan bir psixolog var, bu ham buni sexima deb atagan. Mingizda bir xil seximilar shekli. Nima qilsa siz bir odam, sizning cho'qim tarixingiz bor. Bu tarixingiz sizning shu kichik vaqtingizdagi kechirmishlaringiz bilan aloqa bog'liq bo'ldi. Masalan, oddiylashtirib aytsam, sizni masalan olmani bilsiz, olma desam, siz qanday tasavvur qilsangiz, masalan, olmani tasavvur qilib qo'ygan desam, olma degan shart pishadi. Shekli, shu. Endi hozir bir narsa bor. Siz olmani tasavvur qilgan vaqtda bir o'lchamlik, chiroyli olmani tasavvur qilsangiz, ammo sizning kallangizga olmani bozorda hargiz topolmaysiz. Unda o'lchamlik olmani tepish mumkin bo'lmaydi. Demek siz ma'lum odamni faraz qilgan vaqtda u inta o'lchamish ketdi. Unda odamni tasavvur qilolmaysiz. Demak sizning bu xil nimangiz nerdan kelib qolgansa, o'tmishdiki o'sha olma bir tasavvur qilpi bor. Bu xil ahvollarda men sizga masalan kvadra shakllik, andan shu undaq uchi bor, andan shu qag'ayir olma o'xshagan, ammo qora ranglik bir mevani ko'rsatsam, mush olma desam, siz buni nima deb javob berasiz? Buni mundam olma bor ekan demsiz yoki yo'q bu olma emas deb tura olasiz? Qalbimizda cho'qim olma emas deb qilmaymiz-da. Bir qism odamlar bo'ldi, 80% odam bu olma emas deb turadi. Ammo 20% odam bor. Bu shundoq olma bor ekan deb unimi o'zining asli to'g'ri, o'zining aslidagi olma to'g'risidagi seximlarga bu nima qildisan soladi. Bu ikki xil odamda. Shunga bir qism odamlar bor. Ularning yaxshi, yomon ideya to'g'risidagi seximlari muqimlashib ketgan. Uning sirtidagi, uning ko'z qarashiga tushmaydiganmi yaxshilarni u bilmaydi. Demak, bizning hayotimizda biz yaxshi deb qaramaydiganmi yaxshi kishilar bo'ldi. Biz qaltis deb qaramay, bizning seximizning sirtidagi qaltis odamlar bo'ldi. Nurg'adan mashamasni mensa bu xil komplekslardan asosiyatdan chiqib bo'lmaydi. Masalan, siz o'zingizdan kompleks mas kelmaydigan, o'zingiz rad qilgan narsani boshlarda anglasangiz, uni ayiblaysiz. Nima qilsa sizning animingiz mas kelmaydi. Sizning kompleksdan siz qo'rqaydigan narsalar bo'lsa, uni boshqalar desa yoki boshqalar shu ishlarni qilsa, uni ochiqlaysiz, vaqiraysiz, yoki u yerdan ketib qolsiz. Nima degan vaqtda bu xil seximilar kishilarning taraqqiyotiga ham foydasi bor. Chunki siz olma to'g'risida sexim bo'lg'achqa, ikkinchi qatam olmani ko'rganda inkas bildira olasiz. Ham sizning uningdimi boshqa olmalarni ko'rishingizga ham to'sqinlikmi qilib qo'ydi. Shunga tushunganki sizning yaxshi hal qilish usulingiz bugun sizning to'solingizga aylandi. Nima ish qilsa, tushungan siz ma'lum ishni ma'lum qilib usulda qildingiz. Mush usulga kirib qoldingiz, siz mush usul to'g'ri deysiz. Demak, aytchu deganda buni ekilib yana ashdan solasiz, u chaqda bo'lmas kelmay qoldi. Bu nimaga o'xshaydi desa, hozir korxonchilarda bor bu psixik. Masalan, men sizdan ko'rib bir oyoq yarashgan bo'lsa sizga, men bu oyog'ingizni qarab ma'lum yarashib deb sizning oyog'ingizni elib oldim men. Elib keysam, mening putumga kichik kelib qoldi, mening putum sal cho'ng kelib qoldi. Shuni men qanday qilman desa, putumni kesib hamda. Oyoqqa men putumni maslashdim. Kesmay maskegan taqdirdim sizga yarashgan oyoq menga yarashmaydi. Putimiz o'xshash. Bo'ldi, qomatimizmi o'xshash bo'lgan taqdirdim yarashmaydi. İnsanning o'ziga yarashadigan bir hayot shakli bo'ldi. Har qanday bir individual insonning o'ziga mos keladigan bir yashash. Endi nurg'a odamlarning
özlükün tapanmaslıqı, yakomuz üzün alqanmaslıqı nimden buldu deseniz, nurga adamlar ballık davrdaki bazı keçirmişlerde turup qalgan buldu. Bu nim degen gap dese, her bir adamın qalbi bir yarlangan balı buludu. Yani üzünden yarlangan balı davri buldu. Onundan keçip ketkendek tuyuldu. Onu el qila algandek tuyuldu. Onu besip etkendek tuyuldu. Biroq en ahirçisi onunda yanıp qutlanmaydı. Oxşaş reallik, oxşaş adam ki. Ötken bir qızlan paranışıp qaldı. Bu qızdan 4 qetim muhabbetleşipti. Bu 4'li muhabbeti bu qızını xorluğan, urgan. Hem siz bu yerde matematikada atlı ihtimallik nazariyası boyunca 4'li muhabbetin onunda xorluşı bu maske tasaddibilik olmaydı. Bu nimeden kep qaldı? Bu qızның ballık davri tekşirsek 3-4 yaş vaqtida bu qız dadısı akilep basa, dadısı buni silkigen. Uğan, vurup ketmişim akilse iştib etken. Demek 3-4 yaşlık bu qızdan dadısı oğan muhabbeti müşahid kesilgen, onun qalbida bir jarahat qalgan. Endi bu qız 3-4 yaş vaqtida to'xtab qaldı. Onun bay kompleks sizlip qaldı. Bu 3-4 yaşlık reallikni tekrar sadıqlayıverdi. Şu muhabbetimi dadısı, yan bir muhabbetim dadısı, 3-4 meyil qancha bolsun bu kompleksdan jıraqlışıp bulam. O qancha tirishib, qancha yaxshi balni topsimi, o emniyet mexanizmi nim bulduysa, yana aşındaq bilip bilmeye avtomatik halda özüne xorlatqızgan bir vaziyetni şekillendi. Gap bu jagda şu qız balani özü bulduğunu. O üz bilmeydi o bunu. O herkes halap men o demeydi o. Ama onun yuşun enge baçı ayad mexanizm. Aşu aşını söyleyip tatip ekildi. Yani bir balını küre kaldım. Bu balının sol beden mexanizm kesili var. Sol beden mexanizm degende mesela bu balının kaçan jıqılıp yarlansa sol kulu ya sol piti, sol kulu sol piti. 10 pitiga plaket gelmeydi. Sunsumu sol kulu, yarlansım sol kulu. Neymiş o sol kulu? Bu beden kompleks şekilde. Yani bir qızdan paranışıp qaldım mən Aqsolluq. Bu qız qandaq. Bu qız 11-12 yaş vaqtida Fukusaga özündən 2 yaşlıq Fukusaga eriq buldu o şeydə oynatıp bu bala soğuçup ketdi. 12 yaşlıq qız hem vaqırab adam çağırmay. Bu vaqt uydakiler anlamaydı. Etizdi, chiqib qalgan. Yolda hiç qanday qadam uçurmaydı. Şundaq vaqıraydı. Qo'rqib ketdi, dayiq ketib qolgan. Şuna amal yo'q bu bala nimani süzgüchga kelib to'xtab, o'sha tunjuq yulab qoldi. Bu vaqt bala. Hadisa bo'ldi. Demak bu qizda endi shu 12 yoshda ketib qoldi degan gap. Mana bugungi kun kelganda o qiz 36 kirdi. Hech qanday o'g'il bola zot bilan to'y qilmagan. Kişiler işenmeydi o. Hatta üzgün işenmeydi o. Neymiş toy kılanmaydı? Çünkü aynı vakta o yardım talep kılganda hiç kim kemmegen. Hiç kim kemmegenlik için onun da bir xil kişiler işenmeslik şeklinde. Hatta üzü abanı derhal kutulduramıyor. Bunundan üzgün bolğan üzgün işenmeydi. Şunu toyga, kılışka qatti. Bunun şundaq çıraylı hizmeti. Hem bu kız qanday qıldı? Bu kız bütün bunu unutish uchun xizmat ko'zini beg'ishlaydi. Kishilar sirtdan qarasa bu qiz shundoq normal, shundoq qaltis, shundoq bir xil qushliq ayol. Ama ichida ollu burun puchilib ketgan. Chunki u texra 11 yoshlik, ya'ni shu 12 yoshlik qiz. Mana bu ichki bal jarohati nim bo'lgan desa texicha saqaymagan hisoblanadi. Shunga bu xil komplekslarni to'g'ri tushunmasa, bu xil komplekslarni qutlamasa odam hargiz atrofga qarab o'tolmaydi. Shunga meyli normal şart qadam bo'lsa yoki karxanchilar bo'lsin yoki bir uftiqazman deykan, o birinchi yo'lab komplekslarni yengish kerak. O tungenki uning uchun foyda qilgan hal qilishni bugun ishlasa o qatti tushmay qolgan gap. Har qanday bir ishning o'ziga nisbatan bir hal qilish bo'ldi. Buni maslomi degan, agar qo'lingda sening bir tal bolqi bo'lsa, hamma narsaga mix qo'qish ma'mul qilsan. Demak, uni qo'l bir tal mixni tutib olib, bir kompleksni tutib olib, uni hamma narsaga kelgizman. Masalan, sizning oyoq do'koningiz o'z bir tal oyog'i bilan, bir tal razma, bir xil rang, bir lam tur oyoq kiyib kim kelsa, uni mush oyog'i san yarashadi. Ba'zilarini putini kessiz, ba'zilarini putini pichoq bilan qirib, anikin oyoq mushning o'zi nimasi hozirgi
bir mesele bo'lib qelyapti. Deməli, bayaqdan sözlər qıldık, şu ballarının kiçik vaxtlarda uçurğanmış işlərə səbəblik, məsələn, keyinki olğanda afətlər payda bu dediyin. Demək, şu bir xil hadisini hem de bizim özümüzün turmuşumuzga bokma mesela pərzənd tərbiyəsi, ondan şu çoğun bolğan ki nikah işləri, şu işləri tətbiqlasaq, şu işlərini qaraq tətbiq qılsaq, texim yaxşı ünüm yaratman boldu ekan. Şu doğruluq bir sözləb berəmsiniz. Mesela nikah muhabbet deyilib mesela. Qanday vaqt bir odamni yaxshi ko'rib qoldi. Siz jamiyatdan tekshirib baxsangiz, mesela yeni muhabbet yaxshi ko'rib qolganlarning sababini bilsangiz, ko'pincha mesela bir qizning bir o'g'on bolani yaxshi ko'rib qolganda, uning tuyusi qanday bo'lsa, u xuddi bir o'zining qahramonini ko'rgandek. Uning bir qorong'ulik yurib ketgandek, uni bir qutqazg'uchi kelib qutuldirib olgandek bir xil tuyg'u bo'ldi bir qiz bola. Bu nemish bundaq bo'ldi? Amaliyotda sizning bir qalbingizda siz yashamagan bir hayot bor, siz orzu qildigan yashashni, ammo yashab bo'lmayotgan bir hayot mavjud. Siz bu xil o'zingiz yashab bo'lmagan, havas qilgan bu hayotning boshqalarning qismasdan, boshqalardan ko'rgan vaqtingizda buni darhol uningga bir xil oshiq bo'lsiz. Agar u sizga o'xshashchiniz bo'lib qolsa, uni havas qilasiz. Agar u qarim-qarchiniz bo'lsa, uni yaxshi ko'rib qolasiz. Nimish qilasiz? Ashini arzu qilganda. Muhabbet chu degan muhabbet kishilik turmushda hozir bir cho'ng bir xatolik bor. U nima desa, xiyoliy tuyg'u kirib qilish. Masalan, bir qiz bir o'g'ilni yaxshi ko'rdi. Mush vaqtda uning nurg'un xiyoliy tuyg'u bo'lib, uning bir umri yurib ketgandek bir xil hodis yuz berib, uning o'zini ataydi, ashimni qutqizdi deb bir xil illusion g'oyibleştirdi. Uning ustiga muhabbet ishida qarshi taraf ilohlashib ketdi. Ilohlashtirgan holatga kiribdi-da, uning qalbidagi orzusi bekli, kuchli holda bir xil kuchayib ketdi. Ham bu xil g'oyibleşgan, ilohlashib ketgan bu muhabbet to'y qilgandan keyin bo'lsa darhol disillusion degan reallashib ketadi. Reallashgan vaqtda qarshi tarafning o'z o'ylagandek undaq qilaqa bir xil g'oyibiy unchalar sirliq emasligini his qilgan vaqtda kallida xato tanlabdiman deb o'ylaydi. Muhabbetning qarama-qarshi ma'nosi o'chmanlik emas. Muhabbetning qarama-qarshi ma'nosi kontrol qilish. Men sizni yaxshi ko'raman degan gapning o'zi amaliyotda yushnongda siz men kerak degan gap cho'p. Men sizni yaxshi ko'raman degani siz men kerak. Unda esa siz qanday qadam kerak qilsiz? Siz chuqur sizda bo'lmagan qobiliyat qarshi tarafda bo'lgan odamni kerak qilsiz. Agar sizda qarshi tarafda bor qobiliyat sizdan bo'lsa, uni kerak qilmaysiz. Shu men sizni yaxshi ko'raman degan gap siz men kerak degan gap. Demak siz o'zingizning amalga oshirolmagan orzu-armonlarni qarshi tarafning oshirib berishini talab qilsiz, bilib bilmay. Aşında ümit qilib qolgan gap. Shu bu xil narsa nima bo'ldisa, uzun o'tmay realliklaşib ketgan vaqtda odam andikin umidsizlandi, men buni yaxshi ko'rmaydigan o'xshayman deb qaraydi. Shu romantik muhabbetning nikohga asos bo'lishi G'arbda 12-asrdan boshlab to'xtagan. 12-asrdan tortiblar romantik muhabbetni nikohning asosi ultish qilmagan. Ama biz hozirgacha 21-asrga qadam qo'yapmiz. Nurg'un yoshlarimiz texnicha romantik muhabbetni, ya'ni nikohning asos ultish qilib boradi. Biroq bu ultash unchalik muqim emas. Uning bu bir mavhum narsa. Bu darhol parchalanganda, bu ult ostidagi narsa parchalanganda, uni ustida siz qanchalik narsani tiklaman, qanchalik ish qilman, u o'rilib tushadi. Demek şunu bizim hazır cemiyetimiz acırışın ismine jukur buluşu mu? Bulutla birbirinin tazı kanaat tapmaya muştondan kelip çıkıdı. Bunun maddi dünyası kançak bolsun ultaş başlanğandı ekan. Şu biz başka bir narsani nikahda asas qilib, anındaki romantik muhabbetini onun üstü qo'yib qo'ysak, mavo erib ketsin, parchanib ketsin, o asas taş turaydi, mandaq bir xil hodisa. Şuna nikahımı kompleksden adamlar qechib qutlanmaydi. Yalnız şu kompleksni ta'sir ushlaydi. Ballar uchun. Farzand bir ota-ona balasi qanday tarbiyalaydi desangiz, mundaq bir xil ong bilan tarbiyalaydi. Sen men to'g'ri deganni qilmasang men seni yaxshi ko'rmayman deydi. Buni bevas og'iz degan bilan harakatlarda shuni chiqarib qo'ydi.
Sen men to'g'ri deganni qilmasang, men seni yaxshi ko'rmayman. Unda bu tulum qo'rqinchli bir xil uchura balla. U balni bilib bilmay ota-onasining to'g'ri yoki yaxshi deb o'ylagan uchun tirish qaratmoqda. Bu ota-ona nemin to'g'ri deb nemin jihatini tarbiyalaydi, ota-ona dal men bayat degan o'zining texniqi yashab to'liq tugatmagan orzu armonlarini balalar orqali amalga oshirman deb qaraydi. Ballamo ota-onasining bu arzu armonlari uchun tirishadi, kurash qiladi. Muvaffaqiyatni qazadi. Ammo bir nuqtaga kelgan, 35 yoshga kelgan biz tafsir so'zlaymiz. Balla bunun ümidsizliğinde ata-onaga öşmellik buldu. Ama ata-onaga öşmellik yani nima orqali besildi desa, bunun ata-onam öş bolsam bo'lmaydi deydi. Siz o'ylabmi, men bunun öş bolsam bo'lmaydi degan nima degan gap? Bunun o'zilam onun bir xil kallas bir xil ziddiyatning tulab ketganligidan direkt bildi. O'tganda bir sizdan parashib qildi. Bu ata-onani aytishni tutgan. Oilaning odati biz 3 xil oila bo'limiz. Birisi mustabid oila. Yan birisi assertive degan hamda demokrat aile, normal aile. Yani birisi permissive deymiz. Permissive degan nima desangiz, yo'l qo'ydigan aile. Endi bu psixologlar bilan tadqiq qildi. Qaysi ailening bolalarining hamda shu ufq qazinish indikatori ko'rsatilishi yuqori bo'ldi deganda dal o'ttirdik. Demokrat baravar ailening, qattiqga qattiq, yumshoqqa o'ttiral turgan. Bu mustabid ailening bolalari asosiyati yaxshi chiqmagan, bek qo'yib etgan balalarning asosiyati yaxshi chiqmagan. Bu nima ish bunday bo'ldi degan vaqtda, masalan bir misol qilsam, o'tgan bir qizlar parashib qoldim. 4 bola ekan bular. Ota-onasi qattiq chonqitgan, birisini o'qituvchi, birisini doktor, birisini yana bir xil tarbiyalayman deb tirishqa. Haqiqatan o'qishimi yaxshi bo'lgan, hatto yaxshi o'qigan. Ammo eng oxirida 4 lista mag'lub bo'lgan, 4 lista xizmat ishlamagan. Ham xizmat ishlaymagan. Birisi maktab shundoq yaxshi o'qib, shundoq o'qish mukofoti erishgan bo'lsa-mu, ishlashga jur'at qilmagan. Ayshun ishinamagan. Yana birisi ota-onasi bo'lgan ochiqni ifodalagan. Yana birisi yana 4 lista mag'lub. Demek ayada ata-ona o'zining yashab planı arzu armonini aşı balaga teng. Ammo balla bo'lsa, balaning asli bir xil yashash usuli bor. Bu ikki so'qinchqa, ammo bala albatta ota-ona bo'ysunadi. Ammo bo'ysunganning o'zini qabul qildi deganlik emas. O mazgil bo'ysun. Masalan, sizga masalan mana bir suvni, bir piyola suvni ichkizib etdim. Siz ichmayman desam, ichkizib etdim. O ichmaydim desangiz, ichkizib etdim. Siz bu çağlarınız bu sudan huzurlanmayısınız. Doğru. Adem'e, nangma iki tarafı var. Biri içmeymen dedi. Biri yoksa içmişsen sen muş lazım da bunu içkizi dedi. Üzünüz qaylı qilsiz. Ama işinizde birisi var, o onu rad qiladi. Ziddiyetlik. Şunu siz ishgan bo'lsangiz-mi, gerçek qilgan bo'lsangiz-mi, shug'ullangan bo'lsangiz-mi, qalbingizdagi men bilan ziddiyetlik o'qashqa, o suvni majbur ishgan, ichmagandek tuyulgandek shunday bir hodisani. Shu nurga odam o'zi qaylı qilib yashaydi turmushcha. Mamush lazım yapmışda. Ama onun qalbidagi birisi qabul qiladi yoki rad qiladi, tasdiqlaydigan birisi var. Mesela tamak çekerler ko'p ishlaydi. Men tamak tashlayman, ziyonliq dedi. U ong mashg'ulot engin shunda dedi. Ammo uning qalbida birisi tasdiqlaydi. Yo'q, tashlasang bulam tashlamaysa bu degan. Sen mundaq do'stlaring o'rtog'imda oldu yo'q deb tasdiqlab etdi. U ya 5 kun tashlaydi, ya 10 kun tashlaydi, 20 kun tashlaydi. Uning harakatini keltirib chiqargani uning o'zi biladigan men emas, ichidagi nima bo'lsa, hali tasdiqlagan men yushin ang bek kuchli rol o'ynagachqa bu yerda uning harakati hech qanday o'zgarish yo'q. Shu ota-onalarning bolalarni tarbiyalashi bu cho'ng bir ilm. Bek cho'ng fan. Buning uchun nima bilish kerak? Bolalarning taraqqiyot psixikasini bilish kerak. Balalarning har bir yoshda bir ehtiyoji bo'ldi. Bir psixik ehtiyoj. Siz o psixik ehtiyojini tunimay, o'zingizning ko'z qarashida uningga boshqa jihatdan tarbiyalasangiz, uning ehtiyoji yanlam qondirilmay qoldi. Masalan, siz so'zlayolmaysiz, anglayolmaysiz. Siz tuyuqsiz usab ketdingiz, masharat qildingiz. Shunga men sizni tushunmay sizga kampit verdim. Zorlab kirgizib etdim, ammo xo'sh bo'lmadingiz. Ondan men tort verdim. Ondan men chilam verdim. Yanısız halma, lağmen verdim, polo verdim, kavap verdim. Men bəgensir sizin açınız tutuldu. Bəgensir kuyunuz tutuldu.
Ballamı ba'zida o'xshash. Atan uningga o'zining subyektiv hissiyotlarini bergan sira chiqib keldi. Nima bermadi? Xuddi sizga men suv bermagandek, balaning psixik ehtiyojini bermadi. Şuna bu yerdeki nurg'unlagan hadislar, uch narsalarni keltirib chiqadi. Siz 20-24 yoshlik bolalarning psixik qarasini oldu, butunlay bir xil ota-onasiga isyon ko'taradigan, ota-onasiga eks qo'padigan, o't chig'laydigan, xoplaydigan, nima ish bo'lsa ota-onasi ko'radigan. U o'zi qoyil qilib turdi. Ota-onam bunda qilsam bo'lmaydi deb. Ammo ichidagi men hamon bilib turg'ashqa. Uningdan noroziligini biroqlar portlatib chiqadigan ahvollar hemen üç neslin kelip çıktı. Şu an nikohdagi nurg'un odamlarning reallik qaytgan vaqtda endi qanday qildi desangiz, sizni xatoparast qilgan, bir xil avliyolashtirgan, ilohlashtirgan, u reallik qaytdi, unda emasligini bildi. Endi qanday qildi sizlar? Sizni zo'rlab, siz men kerak dedi emasmi? Men sizga kerak bo'lgan qismimga kontrol qilman. Maqsadli holda sizni aşu üzerinin yanlı burunqı narsa tashlab etmay, yani kompleksini ishlatib, sizni kontrol qilmay, qusur topmay. Eng oxirida nikohdagi ishlar. Chunki nikoh degan bir kunlik ish emas, bu bir umrlik ish bo'lchi. Nikohda masalan siz har qancha yangi telefon olsangizmi 4 kunda zeriksiz. Demak hayotingiz tugdi degan gap. To'g'ri. Demak nikohdan bir er bilan bir ayol degan nurg'un yil yashaydi. Onun gününde ayağı canlanıp ondak bo'lishi mumkin emas. Bu habichoy shahat yüz bir onun tonish bo'lib ketadi. Yani o'xshash. Onun ustiga inson nim zeriktirdi desangiz, oldin faraz qila oladi. Masalan, siz bir kinoning qanday bo'lganini oldin faraz qilsangiz, bu kino bir xil ma'nisiz tuyuldi. Yoki u kinoni ikkinchi qatim ko'rsangiz, texim ma'nisiz ko'rindi. İnsanlarning turmush oldin faraz qilib bo'ldi. Masalan, bir er uy kirdi, uy kirgandan ayolning tamoq yeydiganini bildi, tamoq yeb bo'lgandan televizor ko'rganini bildi, televizor ko'rgan uxlayganini bildi. Demak, sizning keyin qilgan ishlaringizning hammasi buni sizning oldin farazingiz masib ketdi. Buning o'zi monotonlikni keltirib chiqardi. Mushmun o'zi zerikishni keltirib chiqardi. Nima ish qilsa dastlabki ultash qata. Unda bo'lsa savol paydo bo'ldi. Unda baxtli oila qurg'ilolmamdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Buning uchun biz ma'lum bir tafakkurni, ma'lum bir muhim bir tafakkur bor. Şunu biz o'zgartirish orqali bu har qanday bir oilani, mayl qanday oilib kelsin, bu amaliyotda oxirga olib borib ketgili tamoman bo'ldi. Amdosini yaxshilab beramiz alaymolim. Hamsa shu bir obyektni yaxshi tanlab, qanday qilgan vaqtimizda bir baxtli oilani qurib chiqqan bo'ldi. Mushtoqlik so'zlab bersangiz. Mushning o'zida siz bir narsa xato bir parastingizda obyektni to'g'ri tanlab. Nikohda to'g'ri xato obyekt bo'lmaydi. Bu yerga masala nima bo'lsa, odamning o'zida, masalan, tinchlik deylik, tinch, jimjitlik deylik. Jimjitlik degan har vaqt biz bilan birga. Masalan, bu yerdagi mashinalarning ovozi to'xtasa, odamlarning ovozi to'xtasa, qushqashning ovozi to'xtasa, jimjitlik bo'ladi. Ular kelsa jimjitlik bo'lmaydi. Jimjitlik mangu biz bilan birga narsa. Fakat shavqin tufayli jimjitlik yo'qolib ketdi. Bu shavqin nima? Odam baxt bo'ldi, ammo shavqin tufayli bu yo'qolib ketdi. Bu shavqin zot qanday narsa? Bu dal insonning yashamoqchi bo'lgan, ammo yashab bo'lmagan bir hayoti voqea. Sizning chiqdingiz bo'lmasa, sizda qanday orzu paydo bo'ldi? Sizda bir putumim bo'lsa, yugursam desam. Sizning qalbingizda yugurish funksiyasi bekitilgan sizga. Masalan, siz yugurganingizni tasavvur qila olasizmi? Masalan, ikki puti yo'q odam o'zini yugurayotgan holatini tasavvur qila oladi. Demak, uning qalbida yuguradigan iqtidor bor. Ammo uning jismoniy kamchilik tufayli bu iqtidor amalga oshmaydi. Ammo bir narsani deyman, sizning ikki putingiz yo'q holatda yugurmasanızlar, siz yugurmasanızlar shavqin paydo bo'ldi. Yugurmaysan, sen nima yugurmaysan? Çünkü sizin qalbingizda yugura olasiz, ham intilasiz. Hatto dinik atletkichi bo'lgansiz bor, ammo jismoniy kamchilingiz tufaylidan siz yugurmaysiz. Unda shavqin paydo bo'ldi. Tinchlik buzildi, baxt. Bu birdan bir usul nimasi?
Yugurish. Unda siz qanday yugursiz? Ba'zilar doktorxonalar yolg'on putlarni qiladi, biroq bu maqmaydi. Psixikada qilmay turib qilish deydigan bir xil. Nasma? Yugurmay turib yugargil bulamdi. Yugarmay turib yugargil bulamdi degan bir narsa bo'ladi. Biz buni simbolik imagination deymiz. Mushunga o'xshash bir bir xil erotik desire bo'ldi. Erotic desire deganda masalan jinsiy havas bo'ldi. U oiladan boshqa, ya'ni boshqa yot jinslar bilan kurashgisi keldi. Shavqin paydo bo'ldi. Ashni qila oladi, ammo u qilmaydi. O qila oladi, ammo buni bastida odam mush o'ttirsida yashaydi. Qiyg'isva qilmaydi. Qiyg'isva qilmayman deydi. Chima shavqin keldi, jimjilik buzildi. Bu ermo taki ash o'zi ko'rgan, o'zining ayolining sirtiga ash ayol bilan birga bo'lganda, yo'qimiz ashning bilan paranglashganda shavqini tug'timan deb o'ylaydi. Ammo u bizga madaniy bir jamiyat yashayapmiz. Ba'zilar uni bosadi. Yo'q, men unda qilsam bo'lmaydi dedi. Shavqin. Undasa ashu qizlar bilan kurashmay turibmi? Ashqil hayotni yashag'il bulamdi. Demek bu psikologiyadaki çoğun büsüş. Büsüş. Şu insanlar yüzü kılmakçı olatkan. Ama kılanmavatkan. Yaşladı köp ko. Bunun maşineydigisi var. Ama onun kısatı. Onun kalbi tasavvur kılalaydı. Maşineydi avatkanını. Ama onun kısatı şarat yer vermedi. Onda şavkın peyda buldu. Ona cimcitlik bozuldu. Ona aram tepişi mümkün emas. O her xil amallar bilan, yani o'ngshab baqidi, o'zini qoyil qilib baqidi, balkon ovozini ko'rib nim qilgandek. Yo'q, men mashinam kerak emas, menga hayot kerak. Yo'q, mening ayolim bor, men uni nim qilsam bo'lmaydi, qoyil qildi. Buning hammasi nimasi? O basmaletlik narsa, hammasi shavqin paydo qildi. Hech puti yo'q bola. Siz qanday qilsiz? Siz reallik qabul qilsiz. Reallik qabul qildingiz deganingiz ishingizdagi men yana qabul qilmadim deyapman. Yani sizin yügerginiz var. Yani ma'lum derecede siz yani realliğinizga bo'ysunmadingiz. Shavqin bilan ishdingiz. Siz balkim buni tashlab qo'yib yezikchilik bilan shug'ullanishingiz mumkin. Muzikcha yashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa tirish bir ishlarni qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ro'y dunyo bo'yicha yashingiz mumkin. Demak bu shavqinni siz halaqa tugatamidingiz. Buni qanday qilish kerak? Faqat siz yugarganda bu shavqin tugaydi. Eylik bala mashin ne degende shavqin tugaydi. Eylik ayolning sirtidagi ash odam bilan ayol bilan birlashgan vaqt shavqin tugaydi. Deb qaraldi. Amaliyotda buning nurg'unni qiyg'il olmaydi. Puti yo'q odamni undan qilishni ataydi. Ayol va odamning sirti qarishi bu texmo uning nimasiga xilof ish. Shu bir kambag'alning balasining masalan mashinni orzu qilishi biroq mashinaga erishamaslik. Paka odamning masalan igiz bo'g'iz keldi. Ama o igiz bo'lanmaydi. Igizning hayotini o kechirib bo'lmaydi. Ba'zi qizlar odatda o'g'an baldek yashash orzuyi bo'ldi, biroq unda yashamaydi. Ba'zilarda har xil. Ba'zilarning bolis bo'lib yashag'isi bo'ldi, boyining bolis bo'ldi. Biroq u yashamaydi. Bu bosma qiladi. U bu shavqinlarni o'zi qoyil qildi, yo'qman u lozim emas dedi. Tasalli berdi. Masalan siz meni qo'g'latsiz, qo'g'lab meni ko'gidek darajada qo'g'latsangiz u yetishsiz. Ama siz meni ko'ranmagdek darajada oldingizga o'tib ketganda nima deysiz? Men u yerga bag'im yo'q der. Kim qilma u yerga berib qo'yib o'ttasam yaxshi emas deb o'zingizni qo'yasiz. Ammo bu shavqinni siz u orqali qo'lingizni itib olib, shavqin tugdi demaysiz. Nurg'a odam shavqinni qo'lini itib olib tugdi deb turib oldi. Amaliyotda bu shavqinni texmo oshirtirgan narsa. Har qanday bir narsaning X energiyasi bo'ldi, X energiyasi. Masalan, Grekçada inantrodromiya deydigan bir xat bor. Bu yerda inanto degan nimasi? Aksi degan gap. Dromiya degan yugurish. Hamma narsa aksi. Bu nima bo'lsa, masalan, mushtingiz qancha jumg'an shuncha ichilib ketadi. Tamakini qancha tashlay degan siri shuncha chekiniz kelib ketadi. Bir odam untay degan siri shuncha esingiz kelib qoladi. Untay degan siri eslab qolasiz. Romeo Julieta fikrim shu. Ikki muhabbatni mesela 2 yaşlı muhabbetin qancha chekliginsa rostdek tuyulib ketadi. Shunga oshnidarchilikning haqiqiy muhabbatdek tuyulib ketgan sababi shu. Yushurun bo'lg'ashqa, cheklanganlik uchun.
Yakımız öyle bir izletsiz temi kavuştu. O gün temimiz asınız buldu, amısınız buldu. Bırak temi kavuştu tapamıgan sıra. Muhimde, kaşını tapamısınız zaten bir yaram bulap şu günden şans bulmaydıganda temaklarınız üçep ketken, tuylep gitti. Ya karakterlisinden gibi var. Yaş boğan san qeriş boğan ihtiyaç buldu. Qeriğanda yaşlık boğan energiya payda buldu. Bir adam uxlaganda uygun işe qarab energiya payda buldu. Uyğangan vaqtda uxlash qarab energiya buldu. Hakomuz bizning Jungo ideologiyasi yin ve yang o'rtasidagi munosabatimiz shu. Har qandaq narsa. Demek bu siz bunu qancha basay degan siri, bu shavqinni qancha yo'q qiladi degan so'z. Ta qachongacha shuni siqib boqchi. Ammo uni qila olamsiz, ba'zilarini o'tirishib qilasiz, ba'zi nurg'unlarni qiyg'il olmaydi. Ammo qilmay turibmi qiyg'il bo'ldi. Uyga puti yo'q odamningmi yuguradigan bir xil hodisa. Yugamay turib yuguradi. Buni qanday qilamiz? Mana shu nuqtaga kelganda biz. Demek hozir kishilarda nima bo'lsa bir taraflama hayot kechirish turmushi borda bayatni deganda. Ammo hayotning maqsadi nima bo'ldi? Hayotning maqsadi hayot deganning o'zi ikkiga bo'lindi. Birisi qilish va mavjud bo'lishdan iborat ikki xil hayot bor. Qilish degan nima? Masalan siz kim desam, salohiyatingizni bir o'zingizni qilib atqash. Ana siz igdaşlık qilgan mal-mulkingiz. Ana siz tunuydigan odamlarsiz kelib, men mushu deb birsizda. Anda bu siz men qaytirib javob berib, "Yani siz kim?" desam, mijozingizni deyishga boshlaysiz. "Yani siz kim?" desam, o'zingizni bir xil yolg'iz his qilgandek, o'zingizning tuyg'ularingizni deysiz. So'rab bersam to'xtab qolsiz. Shu to'xtab qolgan vaqt sizning mavjudligingizni bilasiz. Odamlarda ömrünün şu dəslibdə 30 yaşdan burun kişilər hayacan bilan yaşaydı. Bu elə to'lgandan keyin hayatını keçiriş. Xottelikə tuxumdan chiqqandan keyin hayacan bilan yashash bulab qilishqa chiqroq ahamiyat berib o'zining mavjudligini unutib qoldi. U o'zining mavjudligini qilish orqali, erishish orqali erishiman deb har xil usullar bilan buni qondirdi. Ammo nim bilan yashaydi bo'lsa fantaziya bilan. Yani ömrümden keyinki vaqtida men manda olab ketaman, anda olab ketaman deb oshin seg'inishlar o'tdi. Ömrünün keyinki yerimida bo'lsa, dastlabki yerimini seg'inish bilan yashaydi. O'tmishni seg'inish bilan yashaydi. Olmuş qolgan. Masalan, o xizmatchilar ko'p ishlaydi. Dushanbadan jumagacha, shanba-yakshanbani orzu shanba-yakshanba anda qilaman deb. Shanba-yakshanba kelganda oplarni dushanba bilan juma keldi. Deb shanba-yakshanbadimi yaxshi yashamaydi ahvollar bo'ldi. Demek shanba-yakshanbada dushanbadan jumaga tikiliq pasib tuyg'ular yashaydi. Dushanba bilan jumada shanba-yakshanbadagi fantaziya bilan yashaganda olmuş qolgan ahvollar dal nadan kelgan mushkul ahvol. Biz buni nimadan eng yaxshi tushuna olamiz desangiz, Gimini efsanalari deydigan bir mif deymiz. Gimini efsanalari va buningda efsana var bayat. Zeus'ның bir qo'shkizak o'g'li bor. Buningda ham nim tasvirni bo'lsangiz, Helda deydigan bir ayol, Zeus degan ham ashlarning bir xil bir ilohi. Uning bilan yana bir yer sharidagi bir odam o'rtasida bir qo'shkizak qoldi Heldada. Bu tug'ildi bu qo'shkizaklar insonning hamdala xarakteriga prototip topqardi. Birisi yer sharivi, birisi ilohiy kuchga vakillik qildi. Insonning jismi bo'ldi, ruhi bo'ldi. Ikkisi ko'pincha ahvolda og'irlib yashab ketib qolgan. Mush afsonada bular og'irlib bir-birini seg'inish. Keyin bularni birga apirdi, birga kelganda yer sharida yashaydi, yana kunanmaydi o'ylaqa. Ruhi dunyoda yashaydigini. Unda aslında ayağa geçti bu elde roy dünya kapırıp koydu. Yer şahırdakisi bunun könenmeye kaldı da. İnsandı mı? Bu şiknas ağırlık ketken. Cismiler roy. Bir bolsa manında yaşaydı, bir boz manında yaşaydı. Ama şikis bir-birisini sığınıp, elik şavkun içinde yaşaydıgan bir xil. Bunu qanday qoqda birleştirildi? Bunu dal en ahırda Gimini yulduz barlıq keldi. Gimini yulduz degan emas, mushkisini birleştirdilar. Qilish bilan mavjud o'rtasidagi narsani birleştirdi. Anıldaki onun da bir xil hayatning ma'nosini, muddaosini, eng oxir nishon. Mesela siz tamoq yeysiz. Men sizdan so'rayman, siz nima tamoq yedingiz? Desam siz buni nima tamoq yedi, qo'sqashqash tamoq yedi debla tushundirsiz xolos. Siz demak tamoq yeyishga ma'no bermagan. Nima suv ichdingiz desam,
usab ketgach suv ichdim deb siz o'zingizning faqat tinining ehtiyoji bo'yicha javob bersiz menga. Suv ichishdagi haqiqiy ma'noni topolmaysiz. Har bir qilayotgan ishingizda bir ma'no bo'ladi. Shuni siz topolmay, faqat siz yer sharviy asosida o qo'shkizakning bir ismi Qaysar, bir ismi Polikschi. Qaysarning hayotini o'ylaysiz, Poliksning. Demak, sizning har bir qilayotgan ishingizda tanning ehtiyojini qondirishdan boshqa ruhning ehtiyojini qondirgan bir ma'no bo'ldi. Bu ma'noni siz topolmay, faqat bir taraflama yashash usulidan ko'pincha foydalanasiz. Shuning bilan sizlar shavqin yanlamning bo'lsa, kuchib ketgan ahvollar. Shuna nurg'a odamlar yoshlab 30 yosh kirgacha shunda xiyoliy tuyg'u, o'zining orzusi emasda, boshqalarning orzusi. Shuni o'zining orzusi deb o'ylab qoladi. Chunki orzuni siz ko'chirsizda. Şu an insan asli tug'ilganda bir xil original. Ama yashash jarayonida biz davban bo'lib ketgan, o'xshab ketib qolgan, hammasincha boshqani g'oyasi. Shu g'oya bo'lish kerak. Ammo nurg'a odamlar g'oyasi amaliyotda g'oya emas. U faqat havas yoki ochiq yoki qiydash, maxluq shaklda ifodalanib qoldi. Shuna odamlarda mushkil narsani birlashtirolmaslikdan nurg'unlagan nima kelib chiqdi desa, shavqullar. Bu shavqullar ularni biyaram qildi, doim ko'ngilni yerim qildi, xato yo'lga boshlab qo'ydi bu yerda degandek. Mushkul ahvollar. Men bir narsani deb bitib ketdim. Har bir qilishga ma'no berish tapa. Bu bek muhim narsa, har bir qilishga. Benediktin monks degan bir rahiblar bor. Benediktin rahibleri deymiz. Bular odatda bir kunda 7 qitim o'zining shu butxonasining ma'lum bir uyi bor. 7 qitim kirgitib 1 minutdan 2 minutgacha o'zini tinchlantirdi. Men mush qilyapman. Nima ish qilyapman? Bu muddasim nima shunda? Deb 7 qitim kirgitib bir kunda. Ondan yana o'zining dunyoviy ishlarini davomlashtirdi. Bu orqali nima qildi desa, ruh bilan tan o'tirsiz bir xil muvazinatni tanishib tura oladi. Bo'lmasa bo'lsa siz qilishga bek intilib ketib, frantik savdolar qilish orqali bilan topaman deb o'ylaysiz. Demak, ular tanishib borgan. Ular tanishib bordi. Men nima ish qilyapman shuni? Deb o'zini tuta olmaydigan qiladigan ishlar bo'ldi. Refleks olib qoldi masalan sizga. O'zingiz bir ish qilaverasiz, ammo nima ish qilganingiz, nima ish qilyaptingiz, nima ish tirishyaptingiz, nima ish nikoh qurgangiz, nima ish shirkat qurgangiz, nima ish shu ishni qilyaptingizni sababi yo'q qilib ketasiz. Nima ish qilyapsiz? Ashdan kunab ketganda. Masalan, yugurib to'xtaygan vaqt to'xtay olmaymi, yugurib ketaverasiz. Sizning maqsadingiz yugurishli bo'lib qoldi. Yugurish uchun yugurib qolasizda. Ammo siz yugurish uchun yugurmaysiz. Uning yugurish bir sabab bo'ldi. Dushman Benediktin monkellar, rahiblari mushkul asar qilib o'zini tanishib bordi. Shuna ular bir xil aytdi, tampon holatda yashashga odatlangan. Hisoblandi. Shuna bu yerda insonni xushallik tepish uchun o'zini qilish va mavjud o'tirsidagi mush narsani berik degan vaqt. Anandan nurg'un ahvollar kelib chiqdi. Shuna hozir bizning masala nima desa, odamlarni ömrünün dastlabida hayotga so'rab kirmaymiz reallikqa. Ömrünün o hayotdan cheknab ketadi. Ömrünün otirpidi-chu desa, hayotga kirib oladi. 35 yoshdan keyin ondan men vaqtim isrof qilibdimi deb boshqacha yana on hamlashkisi hayotni degandek olmush. Shu hozirdan yashash, hozirda yashash nurg'a odamlarning qo'ldan kelmaydi. Yakumsa o'tmishdiki bayalik yarlangan balaning qiyofasida, yakumsa o kelgusdagi tasavvur ichida yashaverdi. O hozirdan iborat bir real nuqtani ko'pincha nazardan saqlab qolgan masala mavjud bo'ldi. Nima desa, odamlikqa o'zining bir shug'ullanayotgan ishini hech qanday sababsiz, muddasiz, ma'nosiz oshni qilish uchun qildigan. Ahvollar shekilli. Nima bilmaydi. O kelib qanday qilsam xo'sh bo'lmayman deb. Menga bir dopamin deb bir narsa bor. Men ma yaqin ishlagan deydim, buni tafsiliy so'zlab qo'ygan. Bu dopamin degan nimasiz? U qo'zg'alganda mushqiysan xo'sh bo'lsa, ashni qilsan xo'sh bo'lsan deb sizni ashundaq bir narsaga kuchaytiruvchi shayton o'xshagan narsa. Ha, qilsan xo'sh bo'lsan deydi.
Ama siz qilsangiz qilgansir, yana qilsan xo'sh bo'lsan deydi-da, amniyat qushaq topolmaydi. Zahar chekkanlar shugo. Zahar chekkanlarga dopamin kuchi yo'q. Endorfin tuvaylaydi. Endorfin rahat tuyg'u berdi-chu odamga. Xushal bo'lganda endorfin nima qildi? Amniyat zahar chekkan sira endorfin tuvaylaydi, xushal bo'lanmaydi. Ammo xushal bo'lsan degan dopamin kuchib ketadi. Shu siz zahar chekkanni qarasangiz ular rahat bo'lib ketmaydi. O xushal burunqi tunji qatim chekkandek xushallik yo'q. Ammo mushun cheksam men xushal bo'laman degan tuyg'u kuchib ketadi. Dopamin kuchib, endorfin ojizlab ketadi aqallab. Shunda davomli chekadi. Shunda davomli chekadi. Insonlarmi o'zi ziyonli ishlarni o'zini odirdigan salomatligi ziyonli narsani qilayver, nima ish qilsa, mush qilsam xo'sh bo'lman deb o'ylab qoldi. Masalan, shu ayollarning so'set oldiga Alloh Shunda dükkan kirib qolgandikil bir narsa ko'rgandikil mush asam xo'sh bo'lman degan dopamin qo'zg'aldi oldi olgandikil ko'ngli yerimlabdi. Alloh men baka qimmat elib oldim deb ayolning 80% qonda bo'lsa beoram bo'ldi. Dopaminning masalasida. Shunga bu xil bir taraflimlik yashash, hamma narsa bir qilib yashash bexatarli. Shunga bu xil qo'sh hayotni yashamay, birlamali qutublashgan hayotni yashash bexatarlik. Ba'zilar butunlay dunyoviy yashaydi, qilish bilan yashaydi. Ba'zi mavjudlik bilan kirib oldi. Ro'y dunyoga bilan kirib oldi Alloh. Bulardan shavqin paydo bo'ldi. Masalan, otdayman men misol ko'rsatay. Qarg'ilish mashq qilayotgan shikki odamni desak, qarg'aldi-ku. Undaq ma'u qarg'i tegish taqtis bo'lsa, siz agar anchalik usti bo'lmasangiz qarg'ilishga, iliq tekkan o'q u yoqqa tegib, markaz nuqtaning atroflariga tegadi, ba'zilar o'zi tegib qoldi. Bu xatolik-ku. Siz faqat uni usti bo'lmaganligingiz uchun. Ammo siz usta bu qatim, Ammo siz usta bo'lgan bilan tapanjangizdan ma'u chiqadigan nimasi, no'g'ichi igik bo'lib qolsa. U chaqda o'q naga tegib tursa, butunlay taxtining material tegi yig'ilib qoladi. Bu yig'ilib qolsa usta bo'lg'achqa Ama tapancanız maqlalet oğaçqa, müşagil tigib qalıdı. Bu anındınmı qo'rqinish? Xatolikdimi? Şu bir taraflimlik adamlar bilimlik bo'lgansiz ezib ketdi. Şu ba'zi adamlar qancha bilimlik bo'lgansiz turmush usul shuncha ezib ketdi. Ata o'yliq bilimsiz adamlar qaraganda ezib ketadi ahvollash. Nemish qalsa, bayis, bir taraflimlik shakl. Ana qutublashgan hayotni, to'lrayz hayotni yashag'anlik uchun bo'lib qolgan. Şuna bo'liq. Maqul adamlar qaraganda maqul adamlarning sodir qilgan xatolikni bekit. Şu ba'zi adamlarni ko'rmajimda. Ular ma'lum narsa shunda kesb ahli. Ammo uning ideyasi uchun bir taraflimlik bo'lg'achqa, bu kesb ahli amli turmushda eng baxsidi. Kesbidi yaxshi. Şu kesbidi yaxshi, ammo kesbidi yaxshi bo'lgan bilan uning hayoti butunlay bir taraflimlik bo'lg'achqa eng azobli qoldiganlari mush. Nimish qalsa bu bir taraflimlik. İdeyati bir qatlalarga qutublashib ketgan turmushda kechirib qolganlik uchun mushkul hadislar yuz berdi. Shuna hayotdagi har bir qilayotgan ishingizga siz chuqur o'zingizning mavjudligini taklif qilib, ma'noni ashdan kirgizib yetishingiz kerak. Buning uchun nima kerak? Bo'shliq kerak. Bo'shliq ashar bir olmishdigan bir ahvol borda bo'shliq. Ya'ni bunda ashib aytganda zayotingizni nollik nuqtaga ekilishingiz kerak. Bayatın degan bendikning rioyatlari 0 nuqtaga kelib turib, men qilyapman. Men bunda qadam, men mavjud. Mening maqsadim, ma'nam ma hayotimning. Endi qilayotgan ishim bilan shu hayotlik ma'nisi birga keldimmi kelmadimmi? Deb ash 0 nuqtaga kirish kerak. Jurchi qadam cho'sa, qilish bilan qilib, 0 nuqtani topolmagan ahvollar deb shaklni qilyapti. Limanım bu nuqtani mana yaxshi yo'ritib beramiz. Endi yana bir nuqtadan so'zlasak, masalan, hozir shu oliy maktab o'quvchilari o'qishib turadigan oz qoldi endi. Shu o'qishib turishi oz qolgandan boshlab xizmat ehtiyoji endi tushib, ular xizmat izlaydiganlar ko'p uchraydi. Masalan, praktik jarayondan boshlab xizmat ehtiyoji tushib. Shu jarayonda ular nurg'un qiyinchiliklarga, besimlarga uchraydi. Shu jihatlarni psixikadan ular qanday bir yordam qilamiz, to'g'ri bir tushuncha beramiz. Bo'ldi. Men o'tganda bundaq bir referendum chiqarib baqdim. Referendum degan nima desamiz, psixikada tadqiq qilishning usuli bo'ldi-ku. Birisi laboratoriya tajriba yaparmiz. Bu ham bizning uskun bunda sharoit yo'q ham. Yana birisi selishtirib
tasvirlaymiz. Masalan, oila cho'ng bo'lgan bolalar manda oila cho'ng bo'lganda biz tekshirib selishtirib. Yana birisi tasvirlash orqali qilamiz. Tasvirlashdan ichida masalan qog'ozlarni taqitib kishilarning kollektiv ongni sinab boqamizda. Masalan 100dek, 1000dek odamlarga ma'lum bir savol ishtish orqali bularning shu ko'z qarashini ko'rib boqamiz. Men mushkul bir narsani chiqarib boqdim shu o'quvchilarga. Bular mundaq savol soldim. Yaxshi o'rgansa xizmat bor. Qo'shilamsiz? Qo'shilaman. Toz qo'shilmayman. Qo'shilmayman. Degandek mushkul savol. Buningda hamda 60-70% balda qo'shilmaydigan. Yo'q, toz qo'shilib ketmaydigan. Bu nimani keltirib chiqyapti? Nurg'a odam yaxshi o'qisa xizmat yo'q degan bir ideya kirib qolgan. Bu tubdan xato narsa. Bu nimani keltirib tursangiz, ular shunday yaxshi o'qimaydi. Shunday bular xizmat topolmaydi. Xizmat topolmagandan keyin bularning dastlabki qo'ygan farzi kuchib ketadi. To'g'ri ekan deydi. Bu miras qoladi. Kollektiv bankga miras qolgan narsa. Bu keyingi bolalar texmi pulatek paketdek. Bir narsani o'ylansa, bular yaxshi o'qimagach xizmat yo'qmi yoki xizmat bo'lmagach yaxshi o'qimatamdi. Men sabab natija munosib olmish qolgan. Amriyat bu xato. Biz Sunukun degan film ko'rganlar. Sunukunnikida Angushtar degan xat chiqdi. Bu Angushtarning ichida ba'zi qapoq, ba'zilari un xaltasini Angushtar deydi. Bir xalta u. Ammo nima Angushtar? U dunyoda birli bo'lg'ashqa shu vaqtda Angushtar bo'lib qolgan. Amaliyotda bu yaxshi xizmat yo'q bo'ldigan ish yo'q. U yetarlik yaxshi o'qiyolmadi. Bu jamiyatda yaxshi odam ko'p. Ammo qolsa da emas. Shun bizga hozir masala nimasi? Normal yaxshi odam emas, qolsa odam kerak. Qolsalar bo'lmagandan keyin xizmat topolmaydi. Shundan bo'ladi bir xil tayini bilish. Jungodan iborat bundaq cho'ng bir davlatda bunda g'oyat zo'r nupsni xizmat o'rlashtirish degan bu zo'r muvaffaqiyat. Bu miskurilmagan tarixdimi? Ham bundan keyinmi hech qanday bir davlat bu xil utuqqa erishamaydi. Nupsni yilmi nurg'un balalarning ish o'rilishining o'zilam bir g'oyat zo'r natija bu. Amlit bir yosh avlod davlat tayinish emas, u o'zining davlati kuch chiqarish kerak aslida. Har bir fuqaroning majburiyati bu. Ammo hozir yoshlar nima bo'ladi desa, o'yinish. Ularga o'qish sabab tayinish uchun o'qiyotdi. Bu to'lama bir xil pas bir ideologiya dalmishadi kelganda. Bu ichinarlik shuma. Bir yoshning bulardan ideologiya ichinib ketsa bo'ldi. Bir yosh as tug'ilgan tartib o'zining davlatining yukini yengillatishga, yukini oshirishga emas, yengilitish uchun tirish kerak. Ammo hozir bo'lsa, xizmat meni davlat o'rlashtirdi deyotganki. U men qaysi qobiliyatim bilan men nima ish qilib beraman demay, men bir yoki chuqur o'rlashtirib men shuna qilish kerak deb o'yladim. Shuninglar bu yaxshi o'qimay yaxshi xizmat yo'q, ondan uning dastlabki farz kuchi ketdi. Shunga yaxshi o'qisa xizmat yo'q ish yo'q. Har qanday saha qarasangiz, shirkat, davlat organi, yaxshi odamning har qanday xizmat tepadi. Dal bayotniqdek ideyada juqumlangan odamlar cho'sa mushkul ahvolda. O'qimasin bo'ldi ekan. U nemin o'qishni bilmaydi. Uni o'qishlik maktabga berib chiqishni o'qish deb o'yladi. U maktab kirib chiqish bilan kitobni ko'tarib, so'mga selib elish bilan o'qish u ayrim narsa. U o'rganish degan boshqa bir narsa. Inson o'rgangan vaqtda uning bir xil tortish kuchi paydo bo'ldi. Siz o'qigan odam qarasangiz tortilsiz unga. Demak, xizmatlar buni tortilib keladi. O xizmat izdimisin bo'ldi. U izda tortib kuch paydo bo'ldi uni. Shu kuchni barliq keltirolmadi. Nurg'un yoshlar qarasak, faqat ijtimoiy axlat. Uning hech qanday qobiliyati yo'q. Uning hayot qilish iqtidori shunchalik to'van. U hamma ishlarga reaksiya berdi, inkas bildirilmaydi. Pishkellik kaslar reaksiya qilib, ziyankesh qushuvchiga aylanib oldi. Uni hal qilish usulini inkas bildirib buningdan qo'panmaydi. Yani bu nima bo'lsa, resiliencening to'vanligi. Resilience degan narsa asli kelish kuchi to'van. Ba'zilarning immun kuchi shunchalik to'vanki, ular asli kelolmaydi. Mushada zukam virus bor desak, hammamiz zukam bo'lib qolmaymiz. Bir kishi zukam bo'ldi, immun kuchi to'vanlari. Demak, psixikadimi, jamiyatdimi o'xshash bir xil ahvol
Ba'zilar jiqdi yutadi, ba'zilarga ta'sir qilmaydi. Jiqtanmaganlar immun kuchli, asli jiqdar kuchli. Jiqilib ketganlar asli kuch to'van. Mush nimadan? Mushni yoshlar bilish. Shu yoshlar birinchi bo'lib nimani shakllantirish kerak desa, men o'quvchilarimga ta'kidlayman. Bir bola qancha yosh bo'lishiga qat'iy nazar 35 dan 40 yoshgacha bo'lgan mushu odamlarning psixikasini shakllantirsa, uning psixik yashi bo'ladi odamning. 35 dan 45 yoshga bo'lgan odamga teng kelsa, u yosh qutqazib ketadi. Agar bu psixik yashini barliq keltirmaydi, men bayatim degandek qutblashgan hayot yashayapti, o muvaffaqiyatlanmaydi. Ma'lum darajada qozongan to'qni energiyasi xo'rab ketadi. Şu an yaşlardaki bu xil ko'z qarash butunlay qat. O xizmat degan unutib ketib. O o'zini shunda qilib bayatın sunukuni kerak. Bir xil angushlarga aylantira olsa, uni biz izlab yurimiz. O qechib yursin izlab yurimiz. O mashina motorga o'xshaydi. Agar uni o'rgangan narsa mashina sirga o'xshab qolsa, bu sir degan bo'lsin bo'ladi, bo'lmasin bo'ladi. Chunki biz qayta uning o'rnini dastlab talaymiz. Şuna bundaq ballarını xizmet tepiş ixtiyar tüven. Mesela 4 adam o'xshash ixtiyorlik bo'lsa, bunun için birini elish to'g'ri kelsa, u loteriya o'xshash tanlandi. Agar bu bal 4 ning ichida hech kim yo'q ixtiyor bo'lsa, u tanlashimiz 100 bo'ladi. Unda qilmay o'zini 1000 odamni ichiga selib olib, bu 1000 odam o'xshaydi endi. Ma bo'lsa bo'ladi bizga. Ma bo'lsa bo'ladi. Shunda bir epaqimiz bir chiqdi, qag'in qoldi. Şunlar onun da bir xil xizmet yo'q deb og'rindigan, hatto hukumatning og'rindigan ahvollar. Men bayatim dedim. Allı burun davlatimiz eng yuqori darajada xizmat o'rlashtiryapti. Ham o'rlashtirib kelyapti. Bu to'lim zo'r utuq bu. Siz de statistik qilsangiz bilasiz, nopsini statistik qilsangiz g'arib tomon Gretsiyada hisob kirish bo'ldi. Qarab baqsa yetib ketgan davlatimizning xil yaxshi ahvolda. Şu an bunun gayri güzel. Adem sıtkın. Psixik bir ahval var qarang. Adem o'zining aloqaga ufqini o'zidan mag'lubiyatni sirtqi muhitdan ko'rdi. Masalan, siz men chirog'ni o'rnating desam, o'rnata olsangiz, ajab o'rnata oldim deysiz. O'rnatamsanizlar, chirog'ni ochar ekan, chirog'ni chuqur bir chataq deysiz. Intam shu. Intam yaxshi versa, yaxshi tayyorlik qilganligim uchun yaxshi berdim deydi. Agar intam shunda Alloh beramiz, bu yil intam bek ters chiqib ketibdi. Ama kişilerin gözetkende yani aksi. Başkan uftkını muhittin görses, bunun dadısı bayıtı dep turvalsız. Şunda mağlubiyet kazangan ki bu şu eski nimit bu orun tulsa dep aksi bok ketken. Biz buna adette observer expectancy bias deymiz. Bu xil bir taraflılık köp. Şu an yaşlar muş narsani bilish kerak. O xizmat unutib ketib, o'zini kuchlandirish kerak. O parlab chiqish kerak. Yoki mesela Malcolm Gladwell'ning bir asari bor. Binafshanlik kaladi. Hech kim o'qishmagan vaqtda ishlarning diqqat qilish boshlaydi, uning ehtiyoji bor. Mush individuallik nima joriy qildirish muhim deb o'ylaymiz. Demek mesela bu şu ballarning o'qigan jarayonida o'zining boshqalar yo'q alayliklarni to'g'ri. Cho'qim joriy qildirib, o'zini yetishtirib, avayim degandek psixik 35 yoshdan qarash. Odamlar nihoyatda mukammal odatga yaqinlashib qolganimizda. Haliqi hayotidagi nollik nuqta bordi. Bu 35-40 yosh nima desangiz midlife crisis yuz berdi bu. Bu qattiq xatarlik davri bu. 35 yoshdan 40 yoshgacha odam qanday bo'ldi desangiz butunlay mahanish binkuy deymiz. Ro'yibda bir o'zgarish bo'lib, hayat ma'nosi tuyuldu, ayolimi ma'nosi tuyuldu, balchaqisini tatib, hammani ma'nosidek turib, 35 yoshdan 40 yoshgacha eng odamning buzilib ketgan, zariq mavlab qoldigan, o'zini bilinmaydigan, o'lim qarab ketib qolganligidan vasvasa uchadigan bir davr, o'rta hayot kirisi deymiz buncha. Haliq nol nuqmashadi keladi. Uning butun 30 yoshgacha bo'lgan yashag'an xiyoliy dunyosi butunlay reallikqa aylanib ketgan vaqtda u eg'ir darajada umidlanib ketadi. Çünkü kutuplaşkan hayat yaşadık. O 0 yaştan şu 30 yaşgacha hayatını o'ylayolmagan. Bu kunga o'xshaydi. Kun chiqadi parlaydi. Kun 12 tik bo'g'icha siz yo'ruqliqi bo'lgan ehtiyojingizni bilmaysiz. Menga yo'ruqdek tuyuldigandek tuyulib ketadi. Shunda 12 dan chiqib ketganda Alloh ma qarong'i tushgich ishimni qilib olay deb oldirib ketsiz. Men nurg'a odamlar 35 yoshdan keyin qarong'i tushgich ishimni qilib olay deb jiddiy ish bitdi.
Әмет қараңғы ішini қылып алмайды, ашының мы мәнісі бар. Ашының мы, онда olsa, күн мұнда болған неміш қылды. Ашының мы бір қылдыған іш бар шу вақта. Әмет бұл ішini қылмай, елік 0 yaştan 30 yaş болған қымыған ішini маныңды қылымен дейді, олдырапла, тізілі қараңғы шүп кетіп мұшәді бір. Шуңа, мен бәйтім бір дәп өтіп кеттім. Бәқіт іздештеген. Нұрға адам бәқітсізлік әвәз қылып, бәқіт іздейді. Bu neyime okşaydı? Bu denizden jın izdigellik emez, jınlıdan deniz izdigellik. Çünkü denizden jın izdeş ters olan bilen kıygıl buludu. Raslı jın deniz uçup gelse, bana ben şahsen izdep tepiş güzel miydi? Ama hatası, jınlıdan deniz izdeş. Bu mümkün emez. Nurga adam, aşında künmü hayatını geçirip atkan. Şuna bu balla desleptili şu reallık tunup yetiş gerek. 35-40 yaşta tunup Bunkuy bulduğu aletini allı bunun bilip olsa, andırla karan uçup ketkiç kılıp aldığı açılır. Anlaga kılışka başlaydı da. Ondan benim oğlum siz nail köp kitap okuyabilirsiniz. Ama şu köp kitap okuşunun faydası doğruluk, yani bir kısa süre söz yapayım mısınız? Yani şu anlaşla karanda, Yahudiler mesela, heptide mesela bir kitap doğru geldiğinde oldu. Ama bana 3 günde bir kitap doğru geldi. Ben 3 günde birini koyayım ben. Neymiş bu koyayım ben? Sizden şıkıl talışınız ve hayatınızda mənəyə iyi kılışınız. Birisi, hayatınızı özgərtiş. Çıqadan muşun tallaydı, asanını. Yani birisi, hayat boğan göz karşınızı özgərtib duruş. Menen uyamның aldıda bir dərək var. Ben күнді bu dərək qarayım. Bu dərək qarab, bugün şu dərək qardım. Əgərsim şu dərək mənə oxşaş görünsə, demək mənim əqli tərəqqiyatım tüvəlləbdi dep oylayım. Əgər mən hər bir günə dərək qarаған vaxtda dərək mənə başqaç görünsə, mənim əqli qudumdan tərəqqilab atqanlığım demək. Mənə də 10 milyar, 100 milyardın artıq neyrohüceyrisi var qarang. Çılan oxşayman, çılan. Mənə də 100 milyarddan artıq neyrohüceyrisi var qarang. Neyron dep atıldı bular. Mən qulamdakı məsələn çılanını gördünüz. Bu tug'ilgan vaqtda bu neyrohüceyləri ayrım buldu. Bir-birisiyle tegishmaydi bular. Odatda. Bunda ayrım turdi da. Am sizning ko'rgan bilganlaringizning ko'payishiga bular birlashib boshlaydi. Masalan, olma desam, olma desam, olma deplam ketmaysiz, olmaning shaklini o'ylaysiz. Atirgul desam, qizil rangmi birlik holingiz keladi-da. Men sizni rang so'mayman bu misol. Atirgul desamni qizil rang. Nima qilsa, siz atirgulni ko'rganda atirgul qizil, ma neyron qizil, puraqliq deb 3 neyron biroqla firing deymiz, portlab, ma 3 birlashib ketadi. Shunsiz qizil desa atirgul yodingizga kelib qoldi. Atirgul o'xshaydigan puraqni purab qolsangizmi atirgul yodingizga keldi. Atirgul desa OH barliq keldi. Demak, nurg'un narsalar bunda birlashib ketgan bo'ldi. Sizning ko'rgan bilganlaringiz, o'qoldiringiz qancha ko'p bo'lsa, buni Aristotel contiguity deb atgan. Contiguity degani nima siz birlashish deb atgan. Bugungi yangi zaman psixologiyasi biz buni firing, birlashib o't elish deb ataymiz. Shunga 100 milyard neyron o bekchiq narsa. Qancha bilganlaringiz jiq bo'lsa, shuncha ishlarsiz bir-biringiz ula olaysiz, ma'nosini topa olasiz. Bu neyronlar bir-biridan ashundaq ma'no bog'lab ketadi. Şu uqavagan, ugunivagan 100 milyon narsalar birlashib ketsa, bu ajoyib kuchli narsa bo'ladi. Uyushib ketsa. Bo'lmasa bo'lsa, bu taqolat tafakkur bo'lgan ketdi. Qancha uyushtira olsangiz, bir nuqta o'ylayman. Shunda taqolat bo'lib qolsiz. Shunga bek bilimli odamlar, shundaq bir nuqta borsiz siz, ma'lum bir nuqta berib ketsiz. U vaqtda siz hammadan kunni ko'rib turadigan narsalardan hech kim ko'rolmaydigan narsani ko'radigan bo'lib ketasiz. Hammadan anglab turgan oddiy narsalardan hech kim anglayolmaydigan narsalarni siz anglay olasiz. Şu an ikki hayot shakli bor. Birisida siz hech qanday narsaga hayron qolmay yashaysiz. Bunday alam. Yana bir xil yashash shakli bor. Uningda hamma narsani mo'jizlab yashaysiz. Mana bu sizning neyronlaringizning ulashqanligining foydasi. Mana bu jiq narsalar ko'rganlikning foydasi hisoblanadi. Shunga psixikada eng yaxshi to'g'ri nima bo'lsa, ko'p o'qish.
ko'p bilimlik bo'lish. Bizning xalqimiz kitobga o'chamas. Kitobni yaxshi ko'rdi. Ammo yurgi bag'ida kitob topolmadi. O kitob yaxshi ko'rmaydi emas. Toz yaxshi ko'rdi, bilim shundoq tashna. Ammo uningga loyiq yaxshi bir kitob yo'q. Yoki bo'lmasa yurgi tavrit qilaydi. Ashning kaldisi. Mesela Ali Malim siz hozir 3 kunlik bir kitap o'qiyman deb qoldingiz. Mushundaq nayt qisqa vaqtda kitap o'qisangiz, ko'p kitap o'qisangiz, azm qilsangiz qanday bo'ladi? Azm qila olasizmi kitobni? Kitap degan bir o'g'it bu. Poq bu. O'z o'g'it yemaysiz, azm qilmaysiz. Ammo uni etizga chachsiz. Bu o'g'it bo'lmasa, bu poq bo'lmasa, sizning terigan bug'doyingiz yaxshi o'smaydi. Ama onu yivarsınız, siz zehirlensiz. Ama şu kitap boğanda siz terigan buğday sizin yaxşı, suluk, dallar çoğun çıkıdı. Şu kitap men üçün oğut, men onu hiç qaysı hazım kılamayım, yivanmayım. Bırak onu terip, men üzemden bir ziraatın terip, aşını mollaştırışçıl çıkın ben. İdeyen mi üzem tapım ben. Ama onun için oğut men nerede ekilmen deyinde kitapını ekil. Şuna bu ikisi bir kadar taraf. Şuna kitaplarda hiç qanday hakikat olmaydı. Hakikat badi iş gelse, onun da fakat psikik hakikat. Qanday kitap yaxşı oldu? Hazırki şu edebiyat sahası nima yüzüne batıdı? Edebiyat sahasında stilistik vasıta obrazlardan ollu burun vaz keçip etdi. İnsandan men bayat degandek öz inkar qılıp atqan bir qarang joyi var. Bir sahiba şunu ta'kid qilish, inson ichki qalbini bilish, mush orqali yozilgan asarlarda anındikin bir psixik haqiqat bo'ldi. Biz buni afsonalardan, hikoyalardan, dastonlardan ko'rib, shuni topa olsak biz topa oldik. Bo'lmasa, qolgani u pokit emas. Mayli tarix to'g'riliq yozsin. Mayli u stilistik vasılan muhabbatni tasvirlasin. Bunun hech qaysi u ömürlük kişilerin jürkiga onda su berib bermaydi. Şu bir şıqıl yazğıcı var. Birisi menga yozuvchilar o'tib ketadi. Yana bir xil yozuvchi o yezib eng oxirida yezilg'uchiga aylanib ketadi. Mana yezilg'uchiga aylanib ketgan odamlar haqiqiy yozuvchi hisoblanadi. Bayatın degan tushdi. Yezish uchun yozsangiz bo'lmaydi. Gap qilish uchun ba'zi odamlar var. Gap qilish uchun bir gaplarni qilib qo'ydi. Mənsiz, zo'lab. Yezish uchun yozmaymiz. Yezilg'uchi bo'lish uchun yozamiz. Yezilg'uchi bo'lish yozish uchun qanday qilish kerak? O insonning psixikasini g'oyat zo'r ta'l qilish kerak. O'qiyotganda shuni bilalish kerak. Shu vaqtdan biz kishilarni tabiiyla kitob o'qishga so'rab kiramiz. Siz uni kitob o'qi desangiz, uning heliqi qalbiga bir yoq deb u video qilaverdi. O qasdan bo'pti kishilar yaxshi ko'rinish uchun yoki majburiyat o'qib qo'ydi. Zirikida. Bu xatodir. Uning bir psixik haqiqat bo'lsa, uningki cho'nqir kishilar shunda huzurlandi. Tabiiy uning singib kirdi. Ya, olimlar ayt yaxshi ko'p temlar qaramashdi. Bu psixik degan aytib bir cho'ng bir ilm. Bu psixika yana nimalar bilan munosabat yana bir qanday bir tadbiqlab qo'yish tegishli eskartishgan nuqtalar mushta to'g'ri so'zlab berasiz. Psixologiya har qanday bir bilan munosabat var. Mailsiz yozuvchi bilan bayatdi. Siyosiyon bilan, karxanchi bilan. Texmo'yin. Chunki karxanchi degan psixik bilan bu mab qazangan karxanchi ko'rsangiz, yo psixik yaxshi uning, yo boshqalarning psixik tushunadi. Mushikdan birsi va 60%dan 80% mush rol o'ynaydi. Doktor texim shunday. Chunki insonning qalbi bir xil psixiklik bir xil kuch bo'lsa, uningdagi immun kuchi, jo'shi bor deb qo'yamiz, maxsus soqchi hujayralar borchu bizning badimizda. U qo'zg'atgan vaqtda ondan odamda kasal bo'lmagan ahvollar kelib chiqadi. Iqtisod texim shu. Bugun dunyodagi neuromarketing degani shu. Neuromarketing degani esa nevrobozor ilmi. Mana shundan foydalanyapti kishilar. Qonunda texim shunday. Mesela hozir paydo bo'layotgan neurolog degan nima esa nerv qonuni. Mesela siz jinoyat o'tkazdingiz, siz uni cho'qim men bilmay qilibman deysiz.
Burun annenin usulü sizin soraydı. Rast bilmeye kıldın mı dep soraverdi. Bugün dünyada sizin geniniz tekşirimiz. Sizin geniniz cinayet geni var mı yok mu? Baba olsa sen kasten kıpsanı deyimiz suluyuptınız. Eğer onda gen olmasa bu tasatı bir kıptı deyimiz. Siz şuna layık ceza verimiz. Nirollu. Okutukçuluk bu tek bunundan ağırlanmaydı. Ata-ana bunundan tek ağırlanmaydı. Demek bu hem sağ kirkitidir. İlançılık oylaylı. Ben bayatım bir narsa tepip ketdim. Siz üzünüz yok narsani başkalar bo'lganda avaz qilsiz dedi. Siz ilanda bir adamni ko'rdingiz, ha? İlan bir adamni ko'rib avaz qildingiz. Oshning o'ylanmoqchi bo'ldingiz. Biroq uni o'ylanmaysiz. Unda siz qanday qilsiz? Chuqum siz u ishlatgan narsani ishlatasiz. U kiygan kiyimlarni kiyib baqsiz. Osh orqali oshning o'ylangan bir xil shunday andagi ehtiyojingiz qondirilgandek his qilib. Kasallik texim shunday. O'tganda bir qiz keldi. Onunğa gulning purqi reaksiya berib qilganda shunda eg'i ekan. Shundan bu qizlar kurashdim. Ishxonaga keldi. Ishxonaga kelib kiribla ishxona jiqqillayapti. Grupla burullar degan potlar, ko'zlar degan yoshi qizirib ketdi ekanda. Tillab ketdim. Siz bilib turib buni nima ish qo'yib qo'ydingiz deb men liq to'shtirib etgan. Voy xapolmang deb Madorni yesiniz saqaysiz deb yan bir ishxonaga kirib to'g'ri verdim saqaydi. Ana so'di nima ish bunda qildingiz deb. Unda siz gulning yana berib tutib beqam dedim. Badi tutib qo'yib yolg'on gul ekan qo'ydi. Amlet u ishxonada gul yolg'on gul. Amlet bu qizga reaksiya berayotgan narsa turaq emas. Gul emas. Balki psixikalik rol. Shu ashni ko'rsam men ashunda bo'laman degan bir xil tuyg'usi badanda analikan resmiy kasallik inkosini bildirayotgan. Ama yegan doğrusu o quruqmiz. Quruqmiz degan nima desangiz, suvni bir kristallab, bir dori o'qishib qo'yamiz, placebo deb qo'yamiz. Faqat psixikalik roli bor, bo'lmasa shu vital suv yegandek. Demak bu qizning kasalnimi psixikasi paydo qilyotdi, saqaytqinimi, ya'ni psixik saqaytadi. Dorilar yoki suyatki gullar munosib. Ben doğru yedim de özgür deseydim. Psixik. Şunda olan keseler doktordan kirib saqayib qoldi. Nimasi? Şilizoid deymiz, psixika funksiyasi pek rol o'ynab ketdi bu. Şu hozirmi shu ba'zi shu hozirlik erlarning bir kesel paydo maz biz deydi. Bu degan tipik psixik kesel bu. Psixiklam kesel bu. Psixiki saqaysa saqaydi uni. Hatta undaq bir kilinkidimi undaq bir aniq o'zgardigan ish yo'q. Maziz bo'lib qoptiman deydi ekan. U hammadan bo'ladi, bo'lmasa adam bo'lmaydi, er bo'lmaydi. Nurga adam kallasi kirib eliblar, bir xil vahim shakllanganda. Shuni bilan buni o'ylagandikilar, o'shunda alomat darhol bayatning aqizninkidek potli saqdigan, ko'z ras osh alomat bo'ldi. Uni doğru yedi, doğru xuddi bayatning degan psixik rol o'ynagandiki, uni darhol saqaytib etgandek tuyulib qolgan mushundaq bir xil alomatlarni mushundan kelib chiqdi. Masalan siz jurkim ajab suqab ketib bordi desangiz, jurkim shundoq suqab ketgan his qilsiz. Bunamiz psixik. Mana shu ma'vo Jane Driverning bir nimba 40 milyon dan setilib ketgan bir kitob bor. Aslında bir rak kasalligining saqayganligi. Armstrong nima shuga? Armstrong ma basket chempion. Shuningda mi psixikalik narsalar ko'p so'zlangan. Demak, psixikadan kishilar bugunimiz atiganimiz 10 yillik, 10 yillik 20 yillik. Cho'qim o'g'indi. Bu nurg'un narsaga chetib ketdi. Iqtisod chetildi, iqtisod ilmida ajoyib chetildi. Iqtisod ilmida bir xil psixika bor. Savdo texim chetildi. Men ne savdogarlarning bir-biridan savdo qilishim qilib bo'lib ko'ngil erishib ketganini, shundoq besim isib ketgan. Isqan. Tan tarbiyachining har qanday bir psixika terniri bor, yüzlar. Dinshunoslar texim shundoq. Dinshunoslar psixikamiz texim bo'lmaydi. Ne olimlar bor. Naşla ügündü. Bu psikoloji hem bu bek muhim bir pen hesaplandı. Alimalim yakında benim psixik meselelerim namlı plastinka bazasını tuttu. Muşu plastinkani işlep bazası selişki maqsadınızı bir düşündürüp berer misiniz? Hem de bu 8 plastinka bu bunun birlam qilgan. Çünkü uni birini ko'rgan bilan nurg'un odamlarda to'liq tushuncha bo'lmaydi. Nurg'unlar so'da endi. Musharqlik biz nurg'unlar javob topamdik. Men dedim.
Bunun cevaptan bekerek sual tapsızlar. Bu sual tepildi. Çünkü siz 20-30 yıllık yaşavatkan bir xil bayatın kompleks dedik. İdeya kompleksida yaşayotgan odam o'xshamagan bir kompleksni ko'rganda, o'xshamagan bir xil yashash seximiz ko'rganda albatta tunjisi sal beorom bo'ldi. Xotalaqa son turmush odatimiz buzilib ketganda. Chunki har bir odam o'zini eng aqlli o'ylaydi. Shon bu dey nima degan vaqtda bu dey bir paket bu. Bu bir subjektiv hissiyot emas bu. Buning deyilayotgan mexanizmlar, effektlar, psixik hodislar men qiyos qilib chiqarib qo'ygan yoki hayajonda uxlab qo'pab yezib qo'ygan narsa emas. Bu isbotlangan paketlik narsalar bo'lg'achqa birsi bu nurg'a odamlar turmushda belgilik darajada ta'sir bo'lib olmush. Farzand tarbiyalash, irodsizlik hamda umum universal kesib chiqdi. Nurg'a odam uni nimadan ko'rsa, muhitidan ko'rdi. Men shunda menda tug'ilib qolgan, men menda bo'lgan. Hamda buni hammasi bir xato ideologiya. O'tganda bir nimada so'zlab qoldim leksiyada. Eng boy qabristonlik. Chunki qabristonlik nurg'un echilmagan talantlar, nurg'un ishlatmagan qobiliyatlar shu peti kumlab ketgancha. Ammo ashuni tatib chiqsaq, ne talant, ne doktor, olimlar bor. Ammo ular uni echib chiqarma, bevosita shayga kirib ketgan. Shuna bu plastinka orqali iroda. Nimish irodasiz bo'ldi? Ha? Qanday irodalik bo'ldi? Araylar munosabatidagi masalalar. Anonda ekanmish qiliq shakllanish. Hozir qiliq bor. Qiliq degan masalan, to'g'ri xumavlab qilishim qiliq, zar xumavlab qilishim qiliq. Anonda qiliqsizlik qiliqlar bo'ldi. Bu nima shakllandi? Bu men maxsus bir deydi so'zlab tushundim. Men shu orqali bolalarda qanday qilib qiliq shakllandi? Qanday qilib uni o'rganishga amroq qildi? Qanday qilib kitob o'qishga amroq qildi? Qanday qilib adabsizlik tuyatga bo'ldi? Bu to'g'ri. So'zlab nima? Yana bir hamda birisi bor. Ilmiy o'rganish usulida. Ba'zi bolalar tirishadi. Ammo to'g'ri tirishmasangiz, yana tirishganingizda hech qanday foyda yo'q. Masalan, siz ishni topolmay, tamga o'zingizni urib, mengiversangiz siz tirishdingiz. Ammo siz ishni topolmagan ekan, tirishganingizlar natija. Shu buningda men maqsad menning as saqlash qonuni orqali qanday qilib as saqlashni ashul bo'ldi. Chunki buning bir qonuni bor. Biz buni odatda Ibn Xavsning unutilish chambarka orqali tafsiliy tushuntirib qo'ydi. Yana birisi hayotning 3 ma'nosi. İnsanın qalbidagi 3 ma'noning o'rtaq funksiyasi orqali ma'noning borligi. Ba'zi odamlar birli ma'noda yashab qutulib ketgan, yan bir ma'noni o'ylab qo'ymaydi. Shundan o ahol 3 ma'noni so'zlagan. Yana birisi hamda mikrochiray podista, hozir modulatgan bir psixologiya. Bu nima desa, odamlarning gapining odatda 60-70% yolg'on chiqdi. Yolg'onchilik eng nada elib berildi desa, media qurollarida eng yolg'onchi masalan Veyshin undidarda bir odam paranglashayotganda yolg'on so'zlash nisbati yuqoriladi. Yana birisi telefondami bu tabiiy yolg'on so'zlash tez bo'lib ketadi. Demak, shunday ahvolda qanday ahvol biz bilamiz. Chunki biz ba'zida turmushda kishilarning rostga muhtoj bo'lamiz. Biz shuni qanday qilib topamiz? Chiroy ilmi. Ani gap so'z orqali buni eshib qo'ygan. Yan birisi hamda kognitiv psixologiya bilishsizlik to'g'risidami ma'lum narsa. Demak, shunday 8 xil temada yoritgan. Hamda buning ba'zilarga hamda men rasmiy o'ylagandek chiqmagan plastinkalar ham bor. Ba'zi men o'ylagandeklar bor. Nima bo'lmasa, bu kishilarning hamda psixik iborat narsaga tunji qadami. Bu ammo bir oxirlashning boshlanishi emas. Bu bir boshlanish. Bu bir pasib boshlanishdan oxirlanishi. Pasib boshlanish degan nima esa, bir xil qutublashgan, komplekslangan bir turmushning oxirlashganligining boshlanishi. Mush orqali men bundan keyin ikkinchisini, uchinchisini har xil kitoblar. Men dedim bu o'g'it bu deb. Bu sumirmanmaymiz. Ammo bu bo'lmasa bizning tergan nimamiz chiqmaydi. Shu bunga obyektiv muomala qilish orqali qildi. Shu buning maqsadi nima desangiz, masalan men ba'zi maslahatlarni bersam, kishilar tushunmay qilyotdi.
eng to'g'risi borchu asli. Uni tal tushunolmaydi. Nimish qilsa orliqda bir bosqich kamda. Shunga ma'de meni gapimni tushunish uchun ularning ma orliqni selib etsak, keyingi resmiy narsalar texmanda tushunaladigan bo'lgan gapda. Siz bu aqbalaga kuyinib, onunga sho'rpa versangiz gelib kuyib qoladi-da. Bu aqballar sho'rpin şo'liq sho'rpa bagim bor. Ammo bu aqbal bo'lganda ekan, og'zi kuyib yaralanmasin-da. Uning bulmoq badiqda. Shu bu dey meni xalq sungan bulmoqim. Bulmoq. Sho'rpa emas. Resmiy sho'rpani berish uchun shu aldirmay cho'ng qilmasak. Alimalam yuqoridan aytdi, ko'p temalarda shunday yaxshi munozaralarni, shunday yaxshi bir fikrlarni so'zlashib o'tdik. Biz sizning bundan keyingi planlaringizni, nishonlaringizga meni stordashlar texnik ko'ngil bo'ldi deb qarayman. Siz bundan keyingi nishonlarni, planlaringizni oxirida bir qisqacha xulosalab berasiz. Men bu yerdan ta'kidlab ketdim. Mushu deyning o'zi u bir bulmoq. Chunki siz bir bu vaqtlarga kuyindimda bunga sho'rpa berib olsangiz, uni gelib yaralanadi. Hatta tunjiq qilish mumkin. Shuna biz avval bulmoq. Ammo ekan bargan sira başını yeyish iqtidori oshgan sira biz bulmoqda. Shu bu dey bir omma bor shaklda, oddiy savatlar bilan tushilgan bir dey. Bundan keyin planlarim tushganda bargan sira taraqqiy qildirib işlerin düşüncesi aşılarında bu doğruluq qiziqishga boshlaydi. Bugungi dunyo qanday dunyo? Bugungi dunyoda biz yanıla o'tmishni surish qiladigan, tarixga kirishib oladigan dunyo emasmi? Bugungi dunyoda hissiyot bilan yashaydigan dunyo emas. Bugungi dunyoda biz hissiyotni butunlay yo'q qilib, asosli o'zimizni taraqqiy qildiradigan, yenilik intiladigan, bargan o'zimizni emak ishlarni tushunadigan mundaq bir dunyo. Bu siz özünüzne resmi adem düşünmeye durup başka nerseni düşünmeye olmayın. Adam medeniyet degen neme? Adam medeniyet degen şu adem. Mesela bütün dünyada adem yok kesse taş kalıdı, bina kalıdı, medeniyet yok haydi, hızlat yok haydi, ilim ben yok haydi, mağarip yok haydi. Her kandak neresi adem bilen. Siz psikolojinin tarihini şunda önüp baksanız, qaysi tarihta, qaysi devrden köp psikolog çıksa şu terakki etken. 1930 yıldan keyin Amerika tarafga o'tib ketgan psixologlar. Ashlarning çok tamam. Psixikani bilmagandan hech narsa taraf qilmaydi. Shuning hammasi odamlarning tomsi. Şu mushaqili bizlarda sapani kuchaytirish. Sapa kuchaygan vaqtda turmush odat o'zgaradi. Turmush odat o'zgarganda taqdir yaxshini chiqarmoqda, turmush yaxshini chiqarmoqda. Eliq bayatni baxt tuygusuga Eğer şavkullar yok, cimcitlik beytan. İçki cimcitlik. O insan içki cimcitlikka bek muhtaç. Kolombiya Üniversitesi'nden bir ilan makalasta PSPL rayonu var çok minimum. Bir ömür cim tutmaydı kaldı. Ama muşu rayun cim bir malum bir xil hadisde cimcit turalaydı. Cimcit turganda o adamın menbi psiki kesel olmaydı. Ta'kidlangan bu to'g'ri. Nima bo'lsa ichki jimjitlik bor. Bek mo'yinmas. Shu ham mush bo'yicha taraqqiyot qilma. Ammo birinchi plani ijodni takomillashtirish, tirishish. Chunki yanlış modda narsa bo'lganda andin siz azroqni boshqalarga bera olasizda. Yanlış bo'lsa hech nima bo'lmasa, uni men beraman deb aldab yanlış qilmasa, hech nima chiqmasa bo'lmaydi. Shunday olib, yanlış qilmoq. Menga buga men narsalarni qachilab yüzenden tarışım ama şarkılar psikolojik bağlanmış fennon işlerini tekte başka tarışay dedim başka. Ondan sonra Ali Malim sizden kıymetli vaktinizi çıkarıp biz ziyaretimizi kabul kılıp şundaq bir yaxshi temalarda bizden söhbetlerimizge Çimbuloq tori, Bağdaş tori şundaqlar barlıq görürmenler vakaleten rahmetimi bildirmen. Sizden bu mengengi kasblarga ishlaringizni utuqlarni tilayman. Siz utuqlar yer bo'lsin. Rahmat. Bo'ldi. Albatta ham shu Çimbuloq tori, Bağdaş qatorliq mushkul torlarni men alay suhbat o'tkazganlikning o'zimi nima bo'lsa men yaxshi ko'rdim. Odamlar o'zini yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga yashashni bek muhim. Ammo ulardan o'zini yaxshi ko'rmaydigan odamga yaxshi ko'rsatishga tirishib,
yaxshi ko'rdigan odamlardan olib qoldik. Jumladan meni yaxshi ko'rgan kishilarni yaxshi ko'raman. Meni yaxshi ko'rgan kishilar uchun tirishman. Herkes yaxshi ko'rmaydigan kishilar uchun tirishib, meni yaxshi ko'rgan kishilardan quruq ketishni xohlamayman. Shuna sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah hammamizni o'z tomoniga saqlasin. Rahmat. Ali muallimning mening psixika maslahatchim nomli 8 yurishlik plastinkasi bozorga silinmoqchi. Amibab har xil mazmunlar turmushingizga yaxshi maslahatchi bo'lg'isi.